Assalamu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Körvatqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir hafta jarayonida radiomuzda berilgan mühim vaqalardan məlumat berimiz. Hörmətli televizor köygüçülər, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. Yakından bu yan Uygurlar diyarındaki zor tutqunda dini etiqad ve ticaret işlerine yetişlik Uygurlarının baş nişan buluvatqanlığı məlum. Ürümçi şəhərinin Saybaq məhəllisindəki ticaretçi Enver Yaqub'nın bunundan bir qancha ay ilgiri tutqun qılınışı əni şularının misalıdır. Enver Yaqub, Say məhəllisindəki Uygurlar arasında özünün təqvadarlığı, haqq sözlüğü ve təşkilləş qabiliyyəti bilən şu jaydakı Uygur cemaati arasında belgilik hörmətə ega bolğanken. Enver Yaqub'a qandaq cinayətinin artılğanlığı hem de qayerdə ikənligi hazırgacha ma'lum emas. Analizçilar bu haqda fikir bildirib, Uygurlar diyarındakı tutqunning oldingi bosqichlaridan qeyb qolganlarning davomli lagerlarga yo'llanayotganligini vositalik holda ko'rsatib berdi deb ko'rsatmoqda. O'tgan yili Xitoy doiralari Istanbuldagi bir qism Uygurlarga telefon qilish orqali ularni qaytib kelishga da'vat qilgan edi. Yaqinda buningga ishinib qaytib borganlarning qamoqqa ilinganligi ma'lum bo'ldi. Şularning biri Xotanning Lop nahiyyəsindən kelgan Abdukim Mamtimin bo'lib, İstanbulda davolanayotganda Xitoy saqchilari telefon qilib, qaytib kelishini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari hozirgacha chet eldagi bir qism Uyg'urlarga telefon qilib, ularni qaytib kelishga hamda chet ellardagi zaharlik ideyalar bilan bulg'almaslikka da'vat qilmoqda ekan. Ramazan iyi mezgilida Türkiye parlamentidagi cho'ng partiyalardan biri bo'lgan İYİ partiyasining raisi Meral Akşener xonim parlament yig'inida so'z qilib, Türkiye hukumatini dadillik bilan Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirgan. Bo'libmi uning Uyg'urlar bilan Türklar o'rtasidagi tarixiy qandoshlikni ta'kidlashdan boshqa, Xitoyning xosiyatli Ramazan iyi mezgilida Uyg'urlarga silayotgan zulmlarga sukut qilishni zulmga sherik bo'lganlikka barobar deb ko'rsatishi zo'r ta'sir qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, İYİ partiyasi yaqinqi mezgillarda Erdo'g'an hukumatini Uyg'urlarga ega chiqishda va jazo lagerlari masalasida yetarli jasorat ko'rsatmadi deb ko'p qatim ayblagan. Uyg'urlar duch kelayotgan og'ir siyosiy bo'hronlar haqida Yevropadagi har soha kishilarini texmi yaxshi xabardor qilish uchun Amerikadagi Uyg'ur ziyolilaridan Nuri Turkal va Roshan Abbas mushu bir hafta ichida bir qator munbarlarda leksiya berdi. Amerikadagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal Norvegiyadagi Oslo erkinlik munbirida maxsus so'z qilib, navbatdagi Uyg'urlar masalasining orqa ko'rinishi, hozirgi taraqqiyot haqida ma'lumot berib, har soha kishilarini bu masalalar bo'yicha o'z hukumatlariga besim qilishga chaqirgan. Uyg'ur harakatining direktori Roshan Abbas Amerikaning Avstriyadagi bosh elchixonasining o'rinlashtirishi bilan o'tkazilgan 2 soatlik suhbat yig'inida Uyg'urlar uchrayotgan ziyonkashliklar haqida tafsiliy tushuncha bergan. 27 may günü Mekke şəhərində başlanğan Dünya İslam İttifaqı və Saudi Arabistanının sahibxanlığındakı Qur'an və Sünnətdə Oturhallıq namlı xalqara muhakimə yığınına Türkiyə, Avstraliya qatarlıq dövlətlərdəki Uyğur vəkilləri kelib qatnaşdı. Uyğur vəkillər bir qıtımlıq muhakimə yığını jarayonida yığınğa gələn köpləyən dövlət vəkillərinə, cümlədən Pakistan Dini İşlər Ministriga Uyğurlarning ahvolini təfsili yetkizish fürsətinə erişgan. Halbuki 30 may günü Mekke'de içilgan 14. qitimlik İslam alayida yig'inida birleşme bayonot e'lon qilingan bo'lsa-mu, buningda Uyg'urlar duch kelayotgan diniy zulmlarga hech qanday o'rin berilmadi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr xo'sh.